Salam köpçülük yaxşımısızlar. Bugün sizlerge gap kelganimiz dümlengen qo'y qo'rg'isi yasash usuli. Bunga pishirib olgan go'shtni pishtoq to'g'raymiz. Qanday go'sht bo'lsa bo'laverdi. Buni qachon ichiga pishtoq tizib olib, ustiga suv piyozni qiypash qilib to'g'rab tizib qo'yamiz. Zanjibilni ham biz yalpoq to'g'rab olamiz. Buni ham ustiga qo'yib tayyorlab olamiz. Ustiga kebab uchun tuz, oqmosh, vijin silib, orqadan cho'rib qo'yib, qosqonga silib, yarim soat atrofida dumlaymiz. Ko'pchilik vaqt o'tdi, endi buni og'zida ichib yeb olamiz. Endi buni ustiga solgan zanjibil bilan so'ng piyozni terib yeyotimiz. Mana sho'rpisini ayrim qochiga tushirib olamiz. Bu sho'rpisini to'kib o'tmaymiz. Suyini to'kib olgandan keyin ustiga taqsini ko'mtirib, bu go'shtni o'zining tizilgan shakli bo'yicha shundan to'kib olamiz. Qozonga o't yoqib, bu abay to'kib olgan o'zining suyini qozonga to'kib olamiz. Buni ta'mini tetib tayyor qilib olamiz. Suv qaynagandan keyin azroq kraxmal berib qo'yildiramiz. Pishtoq asalning quyuqligida bo'z bo'ldi. Oxirida ustiga azroq paqroq yog' qo'yib, bu tashib olgan sho'rpisini o'zining ustiga hamma yeriga tekshi chaplashtirib qo'yamiz. Bugun oldiqim ko'pchilik oldimizda qurbayet kelyotdi. Yep bulanmagan go'shtlarni to'nglatib qo'yib,